bu yerda 3-1 vaziyatda qolib ketganman. Shunday qarasam, ikkita sevishganlar po'lat o'ynashayotgan ekan. Vaziyatdan foydalanib otib tashladim. O'zini ko'taradigani bor ekan. Mayli dedim. Beqqa o'tib aptechkani shib o'radim. Tepada bitta sherigi jinni sirab yuribdi, nima qilsam deb. Keyin tabit qilmoqchi edim, bormoqchi edim. Qarasam уже ko'tarib olgan o'zini. Hayalamoqchi edim, keyin hayalayman desam, уже kelib qoldi, keyin otdim uni. Tabit qilib tashladim. Chunki xalaqit beryapti-da. Keyin yana bitta sherigi bu yoqdan o'tirdi. Bitta xaya tashlagandim, Diyoropani turg'izib olgan ekan. Diyoropani ham David qilib tashlamoqchi edim, mayli dedim. Keyin mana bu sherigi ahmoq ekan, zonada aylanib meni urmoqchi edi. Bilmadiki, zona jonini chaqib olishini. Shunaqa top bir vaziyatdan quruq qoldi-da. Ana